Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Gaz 53 mashinasini resorini yechib olib kelishib shopir akamiz. Ko'rishingiz mumkin. 9 tonna 10 tonna yukuraman. Padresonnilar sinib ketgan rullar padresonnilari bilan resor chiqarib beringlar deb olib kelishibdi. Holatini ko'ryapsizlarmi akalar? Hali partishpon tiqib tashlangan. Xudo xolasa biz bunga hozir padresonnilar bilan chiroylilab, yukka moslab bitgan jarayonni qo'yib o'tamiz. Bitgan jarayonni ko'rishingiz mumkin endi. Mana bir tekisda qilib padresonnilari bilan chiroyli qilib qo'ydik. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. O'sha 9 tonna 10 tonnaga moslab hamutlarga olib chiroyli qilib qo'ydik akalar. Bu videoni Gaz 53 mingan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar akalar, qo'ldan kelsa, xudo xolasa chiroylilab moslab beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.